Assalomu alaykum ahli hurmatli obunachilar. Navbatdagi kema kechganmiz. Farg'ona viloyati Rishton tumani Zodiyonga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. 1 metrli pechka ham yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Bu safar uстановка kelganmiz. Pechkani olib qo'yishgan ekan. Qanot olib kelib, qanotini svarkalab, g'ishtlari bilan kelib, mana chiroyli qilib o'rnatib yoqib berdik. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsa, obuna qo'yasizlar. Mana nima bo'lsa yonaveradi. Yoqib sinab qo'yganmiz, mana tortishlari. Umuman tutun qaytarmaydi, shamoli bir tenga olmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Makkani sotasi ham yonaverar ekan. Shuni bilib qoldik hozir. O'tin, ko'mir, gazga, tappa, salfetka, bakalashka, nima yonadigan narsalar bo'lsa, hamma yoqqa yonaveradi mana. Umuman tutamaydi. Ochib qo'yib, kofeni ichib, qishda oyoqda rogatka qilib olib o'tiraverasizlar. Oldi ko'rinishi. Tekkizlikda bo'lgan. Uni kraskalangan varianti ham bor. Kraskalangan varianti ham sakkiz olib o'rnatib yoqib beraveramiz. Xonamiz 3,5 ga 5,5 xona ekan. 5 ga 3,5 ga 5, 3,5 ga 5 ekan. Mana. Umuman tutamaydi. Mo'ri zigzag bo'lib 2 marta aylanib chiqib ketgan. Bosimni pasaytiradi, rasxodni kamaytiradi zigzag. Hammom bilan bitta xonani o'rtasiga qo'yib berdik. Hammomga katta joy tashib ketishgan ekan. Shu pechkadan keyin eshik qo'yib olishadi mana. 65 sm. Ona orqa ko'rinishi o'sha turi bo'lmaydigan qoldi. Sarg'ichlarda mana istiqbolli o'sha. Xonani. Sterilishiga bitta lag bosib qo'yasizlar mana. Orqasi listlari, tepaga pastga listlar qo'yiladi. Teshiklar yopish uchun sifat beradi. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlar vodiy bo'ylab. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.